Salam qadirli qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Hammanglar yaxshi turdinglarmi? Arada bizning darsimizning arlig'i sal uzrab ketib bordi, kechirsizlar. Mush kunlarda, ya'ni bu yilning oxiri taki 12 oyga qadar men bek aldirash. Shunga bu ishlarni, ya'ni keyingi planlarni, kun tartiblarni bir tartibga sevaga chillik biraz aldirashib qoldim. Xo'sh, darsimizga kelsak, bugunmi biz Yohanna bayon qilgan xo'sh xabar 16-dars, ya'ni 16-qatimliq darsimizni ko'rib o'taylik dedik. Ya'ni Yohanna bayon qilgan xo'sh xabar 5-bob 19-oyatdan 30-oyatga qadar mazmunni bugun biz ko'rib chiqaylik. Mazmunni ko'rib chiqishdan avval burun biz tekstni bir qatim o'qib chiqaylik. Hazrat İsa bu şikayetlerge cavaben Yahudiya saqallarga mundaq dedi. Belib qo'yinglarki, o'g'li o'zligidan hech nima qila olmaydi. Faqat arishdagi otasining nima qilayotganligini ko'rib, andin shu ishni qila oladi. Otasi nima qilsa, u shuni qiladi. Chunki otasi uni so'ydi va o'zining qildigan barliq ishlarini uningga ko'rsatdi. Ham o'g'li orqali sizlarni hayron qoldirgudek texmi zo'r va ulug' ishlarni ayon qiladi. Ölgenlerni atisi qandaq tirildirib, uları hayatlı hata qilgan bo'lsa, o'g'limi shuningga o'xshash o'zi xalgan kishilarga mangulik hayot ato qiladi. Shundaqla atisi hech kimni so'roqqa tortmaydi, balki o'g'li tortadi. Chunki so'roqqa tortishning butun huquqini o'g'liga bergandir. Buningdan maqsad insonlarning o'zini hurmatlaganidek, o'g'lini hurmatlashi uchundir. O'g'lini hurmatlamaganlar uni avatkuchi atasini hurmatlamaganlardan bo'ladi. Bilib qo'yinglarki, so'zimni anglab, meni avatkuchiga ishonganlar mangulik hayotga erishgan bo'ladi. Bundaq odam so'roqqa tortilmaydi. Shundaqla o'limdan hayotlikqa o'tgan bo'ladi. Bilib qo'yinglarki, ruhiy o'liklarning Xudoning o'g'lining ovozini anglaydigan vaqt soati yetib kelmoqda. Shundaqla kelib qoldiki, anglab ishonganlar hayotlikqa ega bo'ladi. Chunki atasi o'zi qanday hayotlik manbasi bo'lsa, o'g'lini shunday hayotlik manbasi qildi. Yana uningga so'roq qilish huquqini berdi. Chunki u inson o'g'lidir. Buningga hayron bo'lmanglar. O'lganlarning hammasi mening ovozimni anglaydigan vaqt keladi va ular yerliklardan chiqishadi. Yaxshilik qilganlar tirilib mangulik hayotga erishadi, yomonlik qilganlar tirilib so'roqqa tortiladi. Men o'zligimdan hech nima qila olmayman. Faqat otamning aytgani bo'yicha so'roq qilaman. Mening hukmim adildir. Chunki mening niyatim mening irodamni emas, balki meni avatkuchining irodasini ishga oshirishdir. Xo'sh qarindoshlar, biz bugungi darsimizni boshlashdan burungi darsimizni bir qatim eslab o'tsak, ya'ni avvalgi darsimizni biz 5-bob 1-oyatdan 18 bo'lgan oyat, ya'ni Baytesda degan shu ko'ljakda, ya'ni ko'ljakning atrofida 38 yil kasal tortgan bir palashni Hazrat Isoning saqaytgandiki, shu ish vaqalarini biz ko'rib o'tgan edik. Va Hazrat Isoning qilgan bu ishi tufaylidan Yahudiya saqallarining Hazrat Isoni ziyonkashlik qilishga boshlanganligini, ham shundaqla Hazrat Isoning Xudo otam ta hozirgacha to'xtamasdan ish qilib kelmoqda, men shunday qilishim kerak degan so'z orqali Yahudilarning Hazrat Isoni o'ldirish niyatining texim kuchayganligini, chunki Hazrat Isoni bo'lsa Yahudiya saqallari tamlish kunning qoidasini buzdi va shundaqla Xudoni otam deb turib, ya'ni Xudo otam ta hozirgacha to'xtamasdan ish qilib kelmoqda dedi emasmi? Xudoni otam deganligi uchun, ya'ni o'zini Xudo bilan teng qilganligi uchun, ya'ni xudolik salohiyati, o'zining xudoligini bu yerda degan vaqtida, lekin Yahudiya saqallari bu Hazrat Isoning xudoligini bo'lsa, Xudoga bo'lgan kufrlik, ya'ni o'zini Xudoga teng qildi deb, ya'ni o'zi bir inson turib, o'zini Xudoga barobar, ya'ni Xudoning o'g'li deb turib, o'ziga Xudoga o'xshash bir mohiyatni ta'rifladi deb turib, Yahudiya saqallari Hazrat Isoni ujuqtirish, ziyonkashlik qilish, shunday ishlarga boshqanligiga oid mazmunni deb tugi oyoqlashtirgan edik. Endi bugungi mazmun bo'lsa, dal mushu Yahudiya saqallarining mushu qarishi, ya'ni Hazrat Isoni bular tunimida emasmi? Tunimay turib Hazrat Isoni kufrlik qildi, ya'ni o'zini Xudoga barobar qildi, o'zida xudolik mohiyat bor dedi degan o'xshash. Ya'ni o'zi
qilgan barliq ishlari mayli dam olish kunlari odam saqaytgan ishlari bo'lsin, uning qilgan barliq ishlarining bo'lsin, Hazrat Aysoning qilgan ishlarini dam olish kunning qoida usullariga, Tavrat qonuniga shunday bo'ysunmaslik, buzganlik, qoidani buzganlik, shunday Hazrat Aysoning qilgan ishlarini bo'lsa, Xudoning belgilab bergan qonun qoidalarini buzganlik deb o'ylab oldi emasmi Yahudiy aqsoqollari? Endi bugungi shu mazmunda bo'lsa, Hazrat Aysoning dal mushu ya'ni 5-bab 17-oyatdagi ish vaqo Xudo tamda hozirlash to'xtamasdan ish qilib kelmoqda. Men shunday qilishim kerak degandiki Hazrat Aysoning mushu so'zini texmi izohlab bergan. Hamda bu izohati bo'lsa shu Yahudiy aqsoqollarining shu degan, ya'ni Hazrat Ayso qarshi degan shu shikoyatlarga izohlaydigan shu mazmun dal bugungi mazmun hisoblandi. Undaq bo'lsa biz tafsiliy bugungi mazmunni ko'rib chiqaylik. Yani 19-oyatda shuna deydi, yani bizga tushuntirib berdi. Yani Hazrat Ayso bu shikoyatlarga javoban Yahudiy aqsoqollariga mundaq dedi deb bu shikoyatlar degani Yahudiy aqsoqollarining shikoyatlari dal biz bayam deb o'tganga o'xshash 5-bab 18-oyatdagi shu shikoyatlar. Yani Hazrat Aysoning qilgan ishlarini bo'lsa, Tavrat qonuniga, qoidasiga xiloflik qilgan ishlar deb qarab olgan shu Yahudiy aqsoqollarining shu shikoyati ham shundaqla Xudo otam ish qilib kelmoqda, men shundaq ish qilishim kerak, men shundaq qilishim kerak degandiki shu o'zini Xudo otam, ya'ni o'zini bo'lsa Xudoning o'g'li deyishi bilan xudolik salohiyatini berdi. Hazrat Ayso haqiqatan Xudoning o'g'li bo'lish salohiyati bilan to'g'ri gap qilgan vaqtida, lekin Yahudiy aqsoqollar buni tushunmay ustidan shikoyat qilgan emasmi? Dal shu mazmunlarga javob bergan mazmunni. Qarindoshlar buni diqqat qilib anglasanglar, bugungi mazmunimiz ham, ya'ni bugungi va bundan keyingi chiqadigan bir qancha darslikimizdagi mazmunlar bor. Bu mazmunlar ham sizlar yaxshi tushunib olsanglar, atrofinglardagi musulmon qarindoshinglarning shu savollariga sizlar nihoyat aniq javob bera olasizlar. Chunki biz Xudoning farzandi bo'lish salohiyatimiz bilan Xudoning haqiqatini, taqat kuchi, Xudoning haqiqati bizning qalbimiz o'rin olg'uchi bo'lish salohiyatimiz bilan atrofimizdagi Xudoning haqiqatiga oid savoli bor, gumoni bor kishilarga har vaqt, har doim javob bera oladigan, ularga haqiqatni tushuntira oladigan shunday bir tayyorligimiz bo'lish kerak emasmi? Chunki nima uchun buni deyman desa, bugungi bu mazmun 5, 6, 7, 8gacha bo'lsin, Yohanna bayon qilgan xo'sh xabardagi bir qism mazmunlar bu islomdagi qarindoshlar hozir ko'p anglayotgan islom olimi Zakir Naik degan bir kishi bor. Sizlar anglaganmi? Shu kishining ta'limlari, ya'ni islom bo'yicha bo'lgan ta'limlarida shu bizning e'tiqodimizga oid mazmunlarni u kishi radiya qilgan vaqtida dal Yohanna bayon qilgan mazmunni misolga ilib turib, islomdagi kishilarga bu Hazrat Aysoni nima deymiz, biz Masih e'tiqodchi desak, ular bo'lsa dal shu mazmunlarni paket qilib turib, ular Hazrat Aysoni faqat inson deb turib shunday ta'riflaydigan mazmunlar dal shu mazmunlar. Shunga bu mazmunni sizlarning anglab, tushunib, agar tushunamsanglar, tushunishsiz joylar bo'lsa, men qachonlar bo'lsa xat yozib qoldirib qo'ysanglar bo'ldi. Men ko'rgan sizlarga asla javobini qaytarib, tushuntirib, izohlab berishga tirishaman. Shunga demoqchi bo'lganim, bugungi mazmun muhim mazmun, bugungi va keyingi mazmunlar. Shunga bu mazmunlarni diqqat qilib, tushunib, o'qib chiqishinglarni umid qilaman. Xo'sh, biz unda davomga kelaylik. Biz 19-oyatdagi Hazrat Aysoning bergan javobini biz tafsili ko'rib boqaylik. Ya'ni 19-oyatning keyingi qismida bilib qo'yinglarki, o'g'li o'zligidan hech nima qila olmaydi. Faqat arishdagi otasining nima qilayotganligini ko'rib, ondan shu ishni qila oladi, otasi nima qilsa, u shuni qiladi degan mazmun. Ya'ni bilib qo'yinglarki, o'g'li o'zligidan hech nima qila olmaydi, ya'ni hech ish qila olmaydi degan o'xshash mazmunda. Bu mazmun bo'lsa, biz bayam degan o'xshash oldingi darsgini 5-bab 17-oyatda Xudo otam ta hozirgacha to'xtamasdan ish qilib kelmoqda. Men shunday qilishim kerakki, shu ishni nazarda tutib, Hazrat Ayso bu yerda o'g'li o'zligidan hech ish qila olmaydi. Faqat arishdagi otasining nima qilayotganligini, ya'ni nima ish qilayotganligini ko'rib, ondan shu ishni qila oladi. Otasi nima ish qilsa, u shuni qildi degan, ya'ni o'zining qilayotgan barliq ishlari, Hazrat Aysoning yer yuzida qilgan ishlari,
Yani mayli odam saqatish bo'lsin, mayli davolash bo'lsin va yoki haqiqatni yeshib berish, ta'lim berish, haqiqatni o'rgatish ishlari bo'lsin va qutqizuvchi ma'z ekanligini deb turib, Xudoning qilayotgan ishlarini, Xudoning amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlarini, nima bilan amalga oshirdi deganlarni hammasini da emasmi? Dal shu uchun qilgan barliq ishlarning, ya'ni Xudoning irodasini amalga oshirish uchun qilgan barliq ishlarning hammasining bo'lsa, o'zligidan qilgan ish emasdan, ya'ni o'z xohishi bilan, o'zi nima qilg'insi kelsa shuni qildan, shuni xohishi bilan qilgan ish bo'lmasdan, chunki buni biz tushunib yetadigan bir masala, bu yerda Yahudiy oqsoqollar nima dedi? Hazrat Aysoning qilgan ishini bo'lsa, qonunga, qoidaga xilop ishlarni qildi deb, ya'ni qoidani buzdi, dam olish kunining qoidasini buzdi dedi emasmi? Chunki dam olish kuni bo'lsa, Xudo İsraillarga bergan, ya'ni tutinglar deb, o'zining qonun belgilamalarini tutinglar deb turib, shu dam olish kuni dastlabda Xudo İsraillarga bergan. Biz oldingi qatim darsimizga o'xshash, lekin dam olish kunining haqiqiy mohiyatini, dam olish kuni, ya'ni Xudoning dam olish kuni insonlarga berishdagi shu haqiqiy mohiyatini bular ya'ni Tavrat ustozlari bo'lsin, Yahudiy oqsoqollar bo'lsin, mohiyatidan chiqib, ular o'zlarining qoida tuzumlarini bular bu yerga markazlashtirib, o'zlari tuzib olgan shu qoida tuzumlarini dam olish kunining qoida tuzumi deb olgan emasmi? Xudo o'zi dam olish kuni berishga haqiqiy maqsad, mohiyat bo'lsa, dam olish kunini tutinglar deyishga maqsad bo'lsa, dam olish kuni Xudoning hech qilmas turib, ya'ni o'zining g'am andishlari, kunlik turmushining g'am andishlarini tashlab turib, Xudoning oldiga kelib, Xudoning, ya'ni yer yuzini yaratgan, butkul koinotni yaratgan Xudoning o'zlari qilgan barliq ishlarini, o'zlari ataqan barliq iltifotlarini, o'zini ta'minlagan barliq molliqlarini, shularni hammasini Xudoning oldiga kelib, madihlab, Xudoning o'zining podshohi, Xudoning o'zining haqiqiy yetakchisi, yaratquchi ekanligini e'tirof qilib turib, Xudoning oldida, Xudoning bergan barliq mol, ne'mat, iltifotlarga Xudoga tashakkur, madihiya aytadigan kun asli shu dam olish kuni emasmi? Dam olish kuni Xudo bilan bo'lgan munosabatni asli ta'kidlaydigan kun. Xudo bilan birga bo'lgan, Xudoni tuniydigan kun. Ya'ni Xudoga shon sharaf aytadigan, Xudoning huzurida shodlanadigan kun edi. Lekin bu yerda dam olish kunining bunday mohiyatini bo'lsa, bu Tavrat ustozlari bo'lsin, shu vaqt Yahudiylar bo'lsin, Xudo bilan birga qo'shiladigan kun emas, balki insonlarni tushunib qo'ydigan, shu qoida tuzumlar bilan insonlarni tushunib qo'ydigan, boshqa yer yuzidagi ishlar bilan bularni shunday bir tushunib olgan, shunday nurg'un qoida tuzumlar orqali bular shundaq nurg'un qoida tuzumlarini belgilab olgan emasmi? Bu belgilamlarini bular o'zlari tuzib olgan belgilamlarini bo'lsa, o'zlaricha Xudoning shu Tavrat qonunining belgilamlari, qoidasi, dam olish kunining qoidasi deb turib, Hazrat Aysoni shuna shikoyat qilgan. Lekin Hazrat Ayso ularga bergan javobini nima desa, mening qilayotgan barliq ishlarim, mayli men odam saqaytay, shifolik beray, mayli qilayotgan ta'limlarim bo'lsin, bular emas, men o'zligimdan, o'zim ichimdan chiqarib turib qilgan ishlar emas. Xudo otam dastlabda olamni yaratgandan tortib, sizlarni shu Misrdan chiqargandan tortib, ya'ni dastlabdan tortib nima ish qilayotgan bo'lsa, mening qilgan ishlarimning hammasi dal shu otamning qilgan ishlari deb turib bedavotdi. Ya'ni mening qilgan ishlarim Tavrat qonuniga, shu Xudo belgilab bergan qoida farmonlariga xiloflik bo'lgan ish bo'lmasdan, dal shu Tavrat qonunida nima deyilgan bo'lsa, shu Xudoning belgilamlarida nima deyilgan bo'lsa, mening qilayotgan ishlarim bu dal shuningga uyg'un ishlar, dal shu bo'yicha qilayotgan, ya'ni shuning ayni, shuning mohiyatini aks ettirib bergan ishlar. Men o'zligimdan qilgan ish emas, sizlar o'zliginglardan qilgan, sizlar o'zliginglardan chiqarib olgan shu qoida usullarga o'xshash, men o'zligimdan shu chiqarib olgan ishlar emas. Balki atam burundan tortib to'xtamasdan hozirgacha nima ish qilayotgan bo'lsa, mening qilayotgan ishlarimmi dal shu ishlar. Ya'ni atam nima qilayotganligini ko'rib, men ondan shu ishni qilyapman degan mazmunda bu. Ya'ni arishkatisining nima qilayotganligini ko'rib, ondan shu ishni qila oladi degani. Bu yerda arishtiki otasining nima qilayotganligini ko'rib, biz ko'rib degan bu fe'lni nihoyat jiq ko'rdik. Olamni yaratilishdami ko'rdik. Izchil darslar chiqayotganini biz izchil ta'kidlab keldik. Bu ko'rib degan gap Xudoning haqiqatini o'lcham qilib turib, ya'ni Xudo
biz alam yaratılış dersini eslab o'tsak, Xudo uning yaxshiligini ko'rdi va buni birinchi kunda patadi degan o'xshash Xudo yaxshiligini ko'rdi deganda biz Xudoning haqiqiy yaratishdagi shu irodasi, shu plani, Xudoning shu haqiqatiga uyg'un ekanligini, shu o'lchamga loyiq ekanligini, dal shu ko'rishning bo'lsa, dal Xudoning haqiqatiga, o'lchimiga shu loyiq ekanligini, shu o'lcham bo'yicha qarg'anliq ekanligini biz ko'rib turib, ko'rish degan fe'lga markazlashtirgan edik. Ya'ni bu ko'rish Xudoning haqiqatining o'lchimi bilan ko'rish. Xudoning haqiqati bu ish qilish deganni biz ko'rish deb ko'ralaymiz. Shu an Hazrat Isoning demoqchig'ini otasining nima qilayotganligini ko'rib degan gap, otasi nimani haqiqat deb belgilagan bo'lsa, o'g'limi dal shu ishni, ya'ni otasi haqiqat degani, otasi iroda qilgani, otasi amalga oshirmoqchi bo'lganini shu bo'yicha qila oladi demoqchi bo'lgan mazmun dal shu 19-oyat hisoblanadi. Şu an atisi nima qilsa, o shuni qildi. Ya'ni atisi nimani amalga oshirmoqchi bo'lsa, atisining irodasi nima bo'lsa, o'g'limi shuni qildi demoqchi. Şu an qisqasi Hazrat Isoning qilayotgan ishlari, yer yuzidagi hayoti bo'yicha qilgan barliq ishlari, amalga oshirgan barliq ishlari atisi izchil qilayotgan, amalga oshirmoqchi bo'lgan Xudoning irodasi ichidagi ishlar ekanligini bu yerda alohida ta'kidlaydi. Ve 20. ayette çünkü atası onu söyledi ve özünün kılıdığan barlıq işlerini onunla körüstüdü. Hem oğlu arkalık sizlerini hayran kaldırğıdak teximi zor ve uluq işlerini ayan kıldı. Çünkü bir yerde deydi, atası onunla körüstüdü deydi. Üstüde 19. ayette oğlu atısının nemi qıvatqanlığını körüp degen idi. Hem de bu yerde atısı oğlunun söygerligi üçün özünün nemi qıvatqanlığını, nemiş qılmoqchi bo'lganligini, barliq işlerini onunla körüstüdü deydi. Yani atısı bilen oğlu arasındaki münasebetni aks ettirip bir mazmun. Şu an hem oğlu arkalık sizlerini hayran kaldırğıdak teximiz zor uluq işlerini ayan qılıdı deb. Yani atısı barcha işlerini onunla körüstüdü. Yani atisi amalga oshirmoqchi bo'lgan barliq ishlarni, yer yuzida bo'lsin amalga oshirmoqchi bo'lgan barliq ishlarni onunla körüstüdü. Yani özünün iradesini, özünün yer yuzida insanlar ustida qilmoqchi bo'lgan ishlarni ve öz orqali, yani o'g'li orqali qilmoqchi bo'lgan ishlarni, shu planni, irodasini hammasini o'g'lidan yo'shirmasdan o'g'li bilan billa qavat qildiganligini, yani o'g'li bilan atisi orasidagi munosabatni bizga ko'rsatib beradi. Yani biz buni qaraydigan barcha mazmunlar biz izchil davatimiz birinchi babda aks ettirgan mazmunlarni izohlab bergan mazmunlar davomidagi mazmunlar degan edik emasmi? Dal shunga o'xshash birinchi babda hech kim Xudoni ko'rib baqqan emas, biroq uni otimiz Xudoning hamrohi va yagona o'g'li, shundaqla o'zi Xudo bo'lgan Iso Masih bizga bildirdi degan emasmi? Dal shunga o'xshash otasi bilan o'g'li orasidagi shundaq zich munosabatni bizga dal ko'rsatib beradi. Ham shundaqla deydi, o'g'li orqali sizlarni hayron qoldirgudek teximi zo'r va ulug' ishlarni ayon qildi. O'g'li orqali biz yana birinchi babdami o'g'li orqali butkul mavjudot yaratildi. U orqali barliq mavjudotlar yaratildi. Har qanday hech qanday mavjudot uning yaratilgan emas deb turib, o'g'li orqali qilmoqchi bo'lgan ishlarni, o'g'li orqali qilgan ishlarni hammasini biz shu vaqt qisqacha biz deb o'tgan edik. Shunga o'xshash bu yerda o'g'li orqali sizlarni hayron qoldirgudek teximiz zo'r va ulug' ishlarni ayon qildi deb. Unda bo'lsa o'g'li orqali bizlarni, biz insonlarni hayron qoldirgudek va teximiz zo'r va ulug' ishlarni shu ayon qilmoqchi bo'lgan shunday ishlari nimidir deb o'ylab baksak, birinchilar biz yana shu birinchi babda bizga buning javobini allburun bizga deb berdi. Ya'ni birinchi bab 14-oyatda kalam inson bo'ldi va aramizda yashadi. U mehr, shafqat va haqiqatga to'lgan bo'lib, biz uning ulug'ligini, ya'ni otimiz Xudoning birdan-bir yagona o'g'lining ulug'ligini ko'rdik deydi. Ya'ni bu yerda kalamning, ya'ni kalam birinchi babdalam Yuhanna bayon qilgan birinchi bab birinchi oyatdalam hammadan burun kalam mavjud edi dedi emasmi? Shunga o'xshash dunyo kalam orqali yaratildi degan o'xshash mazmunlar bor. Endi bu yerda kalam inson bo'ldi va aramizda yashadi. Ya'ni o'g'li orqali kishilarni hayron qoldiradigan ish nima desa, tunji ishi dal shu Hazrat Isoning inson tinida kelib aramizda yashashi, dal shu kishilarni hayron qoldiradigan ish hisoblanadi. Ya'ni buni
Xudoning ro'yi bilan qaytadan to'ralgan Rabbni haqiqiy tunib yetganlarimiz e'tirof qila oladigan mazmun hisoblanadi. Ya'ni Xudoning o'g'li orqali bizni hayron qoldirgan ish nima desa, ya'ni meni hayron qoldirgan ish nima deb biz e'tirof qilamiz. Ya'ni Rabb Aysoning tan bo'lib mening yenimga, mening hayotimga kelishi, inson tenida kelib Xudoning nurini, ya'ni meni gunohlarimdan barliq shu men qarong'ulikda yashayotgan vaqtimda, ruhiy o'lik holatda shaytonning quli bo'lib yomonlik ichida yashayotgan vaqtimda, nimaning nur, nimaning haqiqat ekanligini bilmay shu qarong'ulik ichida yashayotgan vaqtimda o'zi nur bo'lib mening hayotimga kelib dilimni yoritishi, ya'ni uning o'zining taxtini tashlab meni so'yganligi uchun yer yuziga qadam bosganligi va shundaqla mening qalbimga taxt qurib, mening qalbimning podshohi bo'lishini xohlaganligi. Ham shundaqla shu gunohga, razillikka to'lgan mushu zaminga men uchun, meni shu razillikdan, gunohdan qutqizish uchun kelishi. Bular hammasi insonlarni emas, meni hayron qoldirgan ishlar mushu Hazrat Ayso orqali Xudoning amalga oshirgan texmi zo'r va ulug' ishlari ekanligini, ya'ni Hazrat Aysoning mening hayotimga kirishi bilan, mening hayotimni yetaklashi bilan, mening hayotimga nur bo'lib, putlarimni shu yetaklaydigan, taylib ketishdan, yiqilib ketishdan saqlaydigan, shunday bir tayanchim bo'lib turib, yetakchim bo'lib turib, yoritgichi chirig'im bo'lib turib, mening hayotimni yetaklab, hayotimda amalga oshirgan barliq ishlar orqali o'zining ulug'ligini, o'zining shon-sharafini namoyon qilishi, dal mushu Xudoning o'zi uning o'g'li, ya'ni Ayso Masih orqali amalga oshirgan hayron qolarlik, zo'r va ulug' shunday ishlar. Chunki bu men deganim bu biz hammamiz shunday deyalaymiz demakchi, ya'ni Xudoning ruhi orqali, ya'ni Ayso Masihni qabul qilib, Ayso Masihni o'zimizning Rabbimiz, qutqizuvchimiz deb qabul qilish orqali uning ruhi bilan Xudo bilan yarashib olgan, Xudoning huzuriga kira oladigan bo'lgan bizlarning u orqali biz qaytadan to'rilib, yangidan hayotlik ato qilinishimiz bilan Xudoni texmi tunib, uning hayotimizga bosh bo'lib, hayotimizning podshohi bo'lib, bizni yetaklagan barliq ishlar, hayotimizda, bizning barliq ishlarimizda, bizning hayotimizni amalga oshirgan barliq ishlari qilgan namoyon qilgan shu shon sharaflarni biz aslab o'tgan vaqtimizda dal bu oyatni biz rasmiy biz o'zimizning hayotimiz orqali boshqalarga e'tirof qilib deyalaydigan oyatlar o'sha 20-oyat hisoblanadi. Ya'ni o'g'li orqali hayron qoldirgudek qanday ishlarni, qanday zo'r ishlarni ayon qildi degan narsalarni biz deb bera olamiz demakchida. Şu an o'g'li orqali kishilarni hayron qoldirgan ishi dal shu inson tinida kelib, bizning gunohlarimizni o'zining zimmasiga elib va bizning qolgan barliq gunoh la'natlarimizni o'zining shu hayoti bilan, hayot badaliga o'zi ustiga olganligi va bizni bo'lsa poklaganligi va bizning hayotimizga kirib, bizning qalbimizga taxt qurib, bizning hayotimizda ham amalga oshirgan ishlar orqali biz e'tirof qilib chiqara oladigan ishlar dal shu hayron qolarlik, zo'r va ulug' ishlarni biz hammamiz hayotimizda va shu Xudoni tunishimiz bilan biz hammamiz e'tirof qila oladigan ishlar. Endi 21-oyatga qaraydigan bo'lsak, o'lganlarni otasi qanday tirildirib, ularga hayot xato qilgan bo'lsa, o'g'limi shuningga o'xshash o'zi xohlagan kishilarga mangulik hayot ato qiladi. Ya'ni o'g'li mangulik hayot xato qila oladi. Ya'ni otasi qanday hayot xato qilgan bo'lsa, o'g'limi dal shuningga o'xshash kishilarga mangulik hayot xato qildi deydi. Ya'ni o'lganlarni otasi qanday tirildirib, ularga hayot xato qilgan bo'lsa, ya'ni o'lganlar, biz bugungi mazmunda o'lganlar degan, ya'ni ruhiy o'liklar, o'lganlar degan so'z kayni-kaynidan chiqadi. Ya'ni o'lganlar, asl o'lganlar kim? Insonlar hammasi, ya'ni Odam ota, Havo ona davridan boshlab ularning qilgan shu gunoh tufaylidan insonlarning allabirun ruhiy o'limiga mahkum bo'lganligini biz qayta deb o'tgan, ya'ni olam yaratilishi deb o'tgan. Bugungi mazmunda ham biz Afasliklar yozgan xat birinchi bob, ikkinchi bob shu mazmunlarni biz agar
Billa o'qib, billa tushunib mansaq bugungi mazmunni shu qadar cho'nqur texmi tushunalamiz. Biz bu ruhiy o'lganlar qaraydigan bo'lsak, afasliklar yozilgan xat 2-bob 1-5-oyatlarga qaraydigan bo'lsak, sizlar burun Xudoga itoatsizlik qilib, gunoh ichida yashaganliginglar sababidan ruhiy jihatda o'lik edinglar. O chaqlarda sizlar bu dunyoning yomon yo'llari mangandinglar, yomon ruhlarning hukmron bo'lgan hamda kishilarni Xudoga itoatsizlik qilishga ozdirgan shayton bo'ysunib yashadinglar. 4-oyat bo'lsa, intayin rahim shafqatli bo'lgan Xudo bizni shu qadar so'ygashga, garchi biz gunohlarimiz tufaylidan ruhiy jihatda o'lgan bo'lsakmi, Xudo bizni Ayso Masihga bog'lagan holda yangi hayotlikka erishtirdi degan o'xshash shunday mazmunlar. Ya'ni insonlarning bir ruhiy jihatdan o'lganligini deydigan mazmun. Hem shunaqla biz olamning yaratilishi 2-bob 17-oyatga qaraydigan bo'lsam, shu vaqtda Xudo degan emas, uni yesanglar, ya'ni yaxshi bilan yomonni bildirgan shu daraxtni. Uni yesanglar, o'lisizlar, cho'qim o'lisizlar degan emasmi? Lekin shayton bo'lsa, yo'q, o'lmaysizlar, yolg'on degan o'sha so'zlar qoldi. Lekin shu vaqtda Xudo allaburun u mevani yesanglar, cho'qim o'lisizlar degan edi. U vaqtda Odam oti bilan Havvoni o'ldimi? Biz o vaqtda yeni jismoniy jihatdan garchi ular qo'g'lab chiqarilgan bilan ularning ruhining, ularning allaburun o'lib Xudoning huzuridan chiqqanligini biz shu vaqtda ya'ni olamni yaratilishi deb o'tgan va shundaqla mush Yohanna bayon qilgan darsimiz boshlanishdan burunqi Xudo haqida bilib bilimlar degan shu 1 soatlik bir darsimizda shu vaqtdimi dastlabdan tatib oxirigacha biz qisqachalik shu vaqt gunoh va Ayso Masih mushunday mazmunlarni biz deb o'tgan. Shu mazmunlarni qaytadan agar qiziqsanglar anglab chiqsanglar bo'ldi. Ya'ni nima demoqchi desa, bugungi mazmunda o'lganlar degan mazmun, ya'ni o'liklar, ruhiy o'liklar degan mazmun qayta chiqadi. Shunga bu o'liklarning qaysi kimlarni, qanday o'liklarni ko'z tutadiganligini, nazarda tutadiganligini sizlarga bir qatim tushuntirib, bunda mazmun kelay dedim. Shuning o'xshash o'lganlarni otasi qanday tirildirib ularga hayot xato qilgan bo'lsa, ya'ni Xudoning irodasi shu ruhiy o'lganlarni qanday tirildirib ularga ruhiy hayot xato qilib o'zing huzuriga boshlash. Ya'ni Xudoning irodasi qanday bo'lsa, o'g'limiz shuningga o'xshash. Ya'ni Xudoning irodasi bilan, Xudoning irodasi ichidagi shu ruhiy o'lganlarga hayot xato qilgan. Dal shunga o'xshash otasi qanday shu hayot xato qilgan bo'lsa, o'g'limi shunga o'xshash o'zi qilgan ishlarga mangulik hayot ato qildi deb turib, hayot xato qilishning huquqini, ya'ni mangulik hayot xato qilishning huquqini o'g'liga berganligini bu yerda aytadi. Demisam biz Yohanna bayon qilgan xush xabarda izchil deb aytamiz. Ya'ni menga ishonganlar mangulik hayotga erishadi deymiz. Bo'libmi 3-bobda 3-bob 18-oyatda biz deb o'tgan edik. Uning e'tiqod qilganlar so'roq tortilmasdan mangulik hayotga erishadi degan o'xshash. Bu mangulik hayotlikni biz izchil deb o'tgan. Ham bu mangulik hayotga erishadiganlar, Xudoning podshohligiga kirganlarni biz qaytadan to'ralganlar. Xudoning ruhi bilan qaytadan to'rilishga ega bo'lganlar ekanligini biz Nikodim mazmunida aniq deb bo'lgan. Shuning o'xshash otasi qanday kimlarga otasining irodasi shu o'liklarni qanday tirildirish va Alloh qanday hayot xato qilish bo'lsa, o'g'limi dal shuning o'xshash shularga mangulik hayot xato qildi deb. Ya'ni otasining irodasi, Xudoning irodasi bo'lsa, o'g'li orqali, Ayso Masih orqali o'lganlarni tirildirish, hayot xato qilish edi emasmi? Ya'ni Xudoning irodasi bo'lsa, o'g'lini avatib, o'g'li orqali insonlarning gunohini o'g'lining ustiga yuklab, insonlarni shu gunoh va o'limning ilkidan qutuldirib, ularga mangulik hayot xato qilish asli Xudoning irodasi edi. Dal Hazrat Ayso dal shu iroda bilan shu irodani amalga oshirish uchun kelgan edi. Shuningga o'xshash otasi kimlarga mangulik hayot xato qilishni xohlagan bo'lsa, o'g'limi dal shu kishilarga mangulik hayot ato qildi degan o'xshash mazmun dal bu 21-oyatni tushuntirib bergan mazmun. Endi 22-oyatga kelsak, shundaqla otasi hech kimni so'roq tortmaydi. Balki o'g'li tortadi. Chunki so'roq tortishning butun huquqini o'g'li bergandir. Bayondadik mangulik hayot xato qilish huquqini o'g'liga berdi dedik. Endi 22-oyatda uning bilan birga so'roq tortish, ya'ni insonlarni so'roq tortish huquqini o'g'liga berganligini deydi. Ya'ni hayot xato qilish va so'roq tortish huquqlarini o'g'liga berganligini ham shundan 23-oyatda buna huquqlarni o'g'liga berishga sabab, ya'ni maqsad bo'lsa, insonlarning Xudoni hurmatligidek o'g'lini hurmatlashi uchun.
Yani insanların Xudanın özün hürmetligindek oğlunu mu Xudaga oxşaş hürmetleşi üçün Xudanın oğluğa dal muşundaq мәңгүлік hayatlık bilen sorak tatış hukukunu ve o arqılıq, yani oğul arqılıq şunda hayran qaldırğıdak, yani təndi kelip teximiz zor ve uluq işlerin ayan qılışı ne dal muşundaq oğlunun üstüde əməlge aşırışdaki məqsidi bolsa, insanların özünü, yani Xudani qandaq hürmetligen bolsa, oğlu bolğan Hazrat İsa'nı şundaq hürmetleşi üçün ekanligini. Şuna bu Hazrat İsa'nı hürmetlemegenler bolsa, atısı bolğan Xudanı hürmetlemegenge oxşaş şundaq bulduğanlığını deydi. Yani qısqası Xudanın oğlu bolğan Hazrat İsa'ga insanlarga мәңгүлік hayatqa taqilish, so'roq qilishning huquqlarini berishi insonlarning Hazrat İsa'ni Xudoning o'zini hurmatlayandek hurmatlash uchun ekanligini. Chunki Xudo o'g'lini insonlarga va barliq mavjudotga bag'ish qilib tiklab berganligini, shuning uchun bu yerda biz o'g'lini ham Xudoning hurmatlayandek hurmatlashimiz kerakligini biz tushuna olamiz. Hamda biz bu yerda deganimiz, chunki Efesliklar yozilgan 1-bob 21 va 22 oyatga qaraydigan bo'lsak, Xudo Iso Masihni faqat bu dunyoda emas, balki u dunyodami barliq hukmronlar, huquqdorlar, razil kuchlar, mansabdorlar va tilga olg'ili bo'lganligi amallarning ustiga chiqardi. Xudo koinotdagi barliq mavjudotni Iso Masihning oyog'i ostida tispiktirib, etkachchilar jamoatchilik uchun uni barliq mavjudotga bag'ish qilib berdi deb turib, barliq huquqni, mayli yer yuzidagi bo'lsin, mayli u dunyodagi bo'lsin, barliq mavjudot bo'lsin, barliq kuch bo'lsin, hammani Hazrat Isoning ostiga tispiktirganligini. Ya'ni Hazrat Isoni o'g'lini bo'lsa, shuna barliq mavjudotga bag'ish qilib tiklab berganligini deydi. Demisin biz mazmunlarni o'qisak, mush xush xabar qismini o'qisakmi, Jillam, yani jillanni qo'g'ilgandagi mazmunlarni o'qisakmi, ularniki Hazrat Isoni ko'rish bilan vaqirab yugurgan bit uning oldiga kelib bosh qo'yib degan o'sha shunday mazmunlar, bizni qiynama, biz sendan o'tinayli degan o'sha shunday mazmunlarni qanday mazmunlarmi bor. Yani nima demoqchi desa, barcha kuch, qarang'i kuchlar bo'lsin, mayli barcha insoniyat bo'lsin, barcha mavjudot bo'lsin, barcha kuchlarning ustiga o'g'lini, Xudoning bo'lsa o'g'lini qo'yganligini. Yani Xudo insonlarning va barcha mavjudotlarning beshi qilib tikilgan o'g'li Hazrat Iso bo'lganligi uchun ham shundaqla Xudo o'g'liga so'roqning yoki мәңгүлік hayotning huquqining hammasini o'g'liga berganligi uchun insonlarning dal shu Xudoning o'g'lini, ya'ni o'g'li bo'lgan Hazrat Isoni Xudoga o'xshash hurmatlashi uchun uningga shunday huquqlarni berganligini. Şuna oxirgi oyatda, 24-oyatda şuna bilib qo'yinglar ki, so'zimni anglab, meni avatkichiga ishonganlar мәңгүлік hayotga erishgan bo'ladi. Bunda qadam so'roq tortilmaydi, shundaqla o'limdan hayotlik o'tgan bo'ldi deydi. Ya'ni Xudo o'g'li shuna huquqni berdi emasmi? Bu yerda Yahudiy oqsoqollari shuna huquqqa ega barcha mavjudotning beshi bo'lgan o'g'li bo'lgan Hazrat Isoni rad qildi emasmi? Uning ustidan shikoyat qildi, uning ziyonkashlik qilishni, nada bo'lsa uning ziyonkashlik qilishni o'ylab yurdi emasmi? Chunki ular Hazrat Isoning Xudoning avatganligini, Hazrat Isoning bo'lsa Xudoning o'g'li ekanligini rad qilgan edi. Xudoning avatgani bo'lgan Hazrat Isoni rad qilgan edi, qabul qilmagan edi. Lekin Hazrat Iso deydi, shunga meni avat kuchiga, ya'ni so'zimni anglab meni avat kuchiga ishonganlar, ya'ni meni avat kuchi dal Xudo otam. Ham mening qilayotgan ishlarim dal Xudo otamning dastlabdan tortib qilayotgan ishlari, uning amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlari, mening qilayotganim otamning qilayotgani bilan bir ishlar. Shunga meni avat kuchining Xudo otam ekanligini ishonib, Xudo otam ekanligiga ishonib, mening so'zlarimni anglaganlarga, ya'ni menga bergan huquq bo'lgan shu мәңгүлік hayotlik bo'lgan shu hayotlikni beraman va ularni so'roq tortmayman degan mazmunda shu 24-oyat. Shunga so'zimni anglab, ya'ni mening shu so'zlarimni anglab, mening ta'limlarimni anglab, meni avatkuchining dal Xudo otam ekanligiga ishonganlar мәңгүлік hayotga erishganlar bo'ldi va bunaqa odamlar so'roq tortilmaydi. Shundaqla o'limdan hayotlik o'tgan bo'ldi deydi. Biz bayam dedik, o'limdan hayotlik o'tgan. Ya'ni o'limni biz bayam dedik, gunoh tufaylidan
ruhiy o'lganlar. Bundaq ruhiy o'lganlar biz 3-babda degan edik, uning e'tiqod qilganlar bo'lsa, so'roq tortilmaydi, mangulik hayotga erishadi degan emasmi? Shuning o'xshash bu yerdami, ya'ni shuning o'xshab qolgan mazmun o'limdan hayotlikqa, ya'ni ruhiy o'likdan shu qaytadan to'rilib, ular hayotlikqa erishib Xudoning huzuriga bora oladi degan o'xshash mazmun. Dal mushu bir bilak mazmunni texmo ixcham qilib va buni texmo yakunlab bergan mazmun dal oxirdagi 25dan 30-oyatgacha bo'lgan yana bir bo'lak hisoblandi. Xo'sh, shuna bo'lsa biz ikkinchi bo'lak bo'lgan 25-oyatdan 30-oyatgacha bo'lgan shu oyatlarni bir qatim texmo ko'rib o'tish orqali ustidagi mazmunlarni biz xulosay olamiz, yig'inchoqlay olamiz. Xo'sh, 25-oyatga qaraydigan bo'lsak, bilib qo'yinglarki, ruhiy o'liklarning Xudoning o'g'lining ovozini anglaydigan vaqt soati yetib kelmoqda. Shundaqla kelib qoldiki, anglab ishonganlar hayotlikqa ega bo'ladi degan mazmun. Biz qaraydigan bo'lsak, ruhiy o'liklar, ya'ni ruhiy o'liklarning Xudoning o'g'lining ovozini anglaydigan vaqt soat yetib keldi. Ya'ni ruhiy o'liklarni biz bayon deb bo'ldik. Ya'ni ruhiy o'lganlar, gunoh tufayli shu ruhiy o'lik insonlarning shu gunohini o'z ustiga olib turib, ularga hayot xato qilish. Dal Hazrat Isa orqali ularga hayot xato qilish, mangulik hayot xato qilish. Bu Xudoning irodasi ekanligini biz degan edik. Endi ularni Xudoning huzuriga, ya'ni gunohlardan paklab huzuriga boshlaydiganligini degan edik. Va biz o'rganib o'tgan 1-bob 13-oyatga qaraydigan bo'lsak, Xudo, ya'ni uning ishonganlarga Xudoning farzandi bo'lish huquqini berganligini ham biz deb o'tgan edik. Va biz 3-bob 6-oyatga qaraydigan bo'lsakmi, ota-onasidan turalganlar faqat jismoniy hayotlikqa erishgan bo'ladi, ammo Xudoning ruhidan turalganlar bo'lsa, ruhiy hayotlikqa ega bo'ldi deb turib biz qaytadan turilishni shu vaqt ham deb o'tgan edik. Dal shu Xudoning ruhi bilan turilgani, ya'ni shu ruhiy o'liklarning tirilib, Xudoning ruhi bilan tirilgan shunday vaqt soati yetib kelmoqda va kelib qoldi. Anglab ishonganlar dal shu hayotlikqa ega bo'ldi deb. Biz anglab ishonganlarni faqat Rabbni e'tirof qilganlar, og'zi e'tirof qilganlarning emas, balki qaytadan turalganlar. Ya'ni bu anglab ishonganlar deganimiz, bu ishonish deganimiz nima? Xudoning so'zini anglab, ishonib, shu bo'yicha itoat qilib yashaganlar. Ya'ni qaytadan to'rilganlar deganimiz dal shu Xudoning ruhi bilan qaytadan to'rilib, Xudoning obrazi bo'yicha qaytadan to'ralganlar. Ya'ni Xudoning obrazidek haqqaniylarcha yer yuzida yashaganlar. Qaytadan to'rilgan shu hayotni yashaganlarning biz haqiqiy hayotlikqa ega bo'lganlar ekanligini biz deb o'tgan edik emasmi? Dal shu mazmun, ya'ni ruhiy o'liklarning Xudoning ovozini anglaydigan vaqt yetib kelmoqda. Shunday kelib qoldiki, anglab ishonganlar, ya'ni ishonganlar e'tirof qilib, qaytadan to'rilib va shu yangidan to'ralgan shu hayotlik bilan yashaganlar bo'lsa, hayotlikqa ega bo'lganligini. Buni nimishga ta'kidlaymiz? Aslida ya'ni so'roq tortilgan vaqtda chiqadi emasmi? Davomli ko'rsak, chunki otasi o'zi qanday hayotlik manbasi bo'lsa, o'g'linimi shunday hayotlik manbasi qildi, ya'ni uningga so'roq qilish huquqini berdi. Chunki u inson o'g'lidir. Ya'ni bayamdadik o'g'liga hayotlik, ya'ni mangu hayotlik xato qilish huquqi bilan so'roq qilish huquqini bergan degan emasmi? Dal shu, ya'ni 26-oyatmi dal shuni ta'kidlayotdi. Ya'ni otasi o'zi, ya'ni Xudo o'zi qanday hayotlik manbasi bo'lsa, o'g'liga ham shunday hayotlik manbasi bo'lishni, ya'ni hayotlik xato qilishni va so'roq qilish huquqini berdi deb. Buni biz Yuhanna bayon qilgan xush xabarimizda dastlab ko'rgandik deb o'tgan edik. Ya'ni kalam hayotlik manbasi bo'lib, bu hayotlik insonlarga nur elib keldi degan edik. Ya'ni gunoh tufayli o'lgan insonlarga, shaytonning quli bo'lib qarong'ilikda yashayotgan insonlarga nur va hayotlik elib kelgan shu Hazrat Isa, ya'ni hayotlik beruvchi Hazrat Isa. Dal shunga o'xshash otasi ham qanday hayotlik manbasi bo'lsa, o'g'linimi, ya'ni yaratquchi bo'lish sifati bilan biz yaratish, olamni yaratilishini ko'rsak, Xudo ularga nafas bilab hayotlik berdi deganga o'xshash, o'g'li orqaliqmi, Hazrat Isa orqaliqmi dal shuningdek haqiqiy ruhiy hayotlikni ato qilish huquqini shu dal Hazrat Isaga berganligini bu yerda ta'kidlayotdi. Shunday so'roq qilish huquqini berdi, chunki u inson o'g'lidir deb. Va buningga hayron bo'lmanglar, o'lganlarning hammasi mening ovozimni anglaydigan vaqt keldi deydi emasmi? Bu yerda so'roq qilish huquqini berdi deganda, bu so'roq qilishni biz
Allaburun 3. bab, yani Yuhanna bayan kılan 3. bab 18. ayette onun itqat qılğanlar sorak tartılmaydı. İtqat qılmağanlar bolsa allaburun sorak tartılgan buldu. Çünkü ular Xudanın yekigan oğluğa itqat qılmağan idi dep şu vaqtda qısqışlap ötken edik. Bunu bayan dedik, onun itqat qılğanlar ve sözümge işengenler мәңгүлік hayatlıkka ega buldu dep. Yani 25. ayet anlap işengenlendim dedik. Xudanın haqiqatini anlap şu haqiqat boyunca yaşıganlar. Xudanın təlimləri boyunca yaşıganlar, itaat qilib yaşıganlar hayatlıkka ega buldu degan edimiz. Ve bunu Yuhanna bayan qılan xabar 8. bab 51. ayetdimi bilib qo'yinglar ki mening ta'limim boyunca ish ko'rgan kishi мәңгү o'lmaydi deydi. Yani Hazrat İsa'nın ulgu ko'rsatganlari, Hazrat İsa'nın ta'limlari, Hazrat İsa besib o'tgan shu izlarni besib manganlar, Hazrat İsa'nın yo'lida manganlar, Hazrat İsa'nın bizga o'rgatganlari, ko'rsatmalari ve şular boyunca itaat qilib yaşaganlar. Yani bular qaytadan törelganlar dedigimiz. Şu kishilarning мәңгү o'lmaydiganligini deb Allaburun deydi. Ve bu so'roq tartishganda yana Yuhanna bayon qilgan xabar 9. bab 39. oyatda dunyodagi odamlar ustidan hukm chiqarg'ili keldim. Ko'rlarni ko'rdigan qilish, ko'raman deydiganlarni ularning ko'r ekanligini ko'rsatish uchun keldim deydi. Yani biz bayon dedik. Allaburun so'roq tartilgan buludu degan vaqtida biz yer yuzidagi vaqtda insonlarning Allaburun so'roq tartilganligini 3. babda bir qatim deganga o'xshash. Ham 9. babdimi buni 9. bab kelgan texmi cho'nqur tushunmiz. Yani odamlar uchun hukm chiqaril keldim. Yani ko'rlarni esla ko'rgan qilish, ko'rlarni ko'rgan qilish, ko'rmaydiganlarni ko'r ekanligini ko'rsatish berdi. Ko'rlar degan gap Xudoning haqiqatini bilmaganlar, Xudoning haqiqatini men yani o'zini tuvan tutib, Xudoning haqiqatini izdandiganlar, Xudoning haqiqatiga intildiganlar, o'zining ko'r ekanligini, haqiqatni bilmaydiganligini e'tirof qilib turib, o'zining gunohkor ekanligini e'tirof qilganlarga bo'lsa, ya'ni gunohini tunib, Xudo oldida tavba qilib, Rabbni e'tirof qilganlar va Rabbning haqiqatan o'zining gunohi uchun o'lganligini ve günah üçün ölüp özünün günahlarını paklaganligini qabul qilib, yani Rabbni qabul qilib, shunaqla Rabb orqali yangidan hayotlikqa dal shu haqiqiy Xudoning haqiqatini, nurini ko'radigan bo'lganlar. Yani shularni ko'rlarni ko'radigan qilman dedimizmi? Va shunaqla ko'raman deydiganlarni, masalan, Yahudiy aqsoqollari Tavrat ustozlari bo'lsa, o'zlarini Xudoning qonun farmonlarini tutadigan, qonun farmonlariga rioya qilgan, eng taqvodor kishilar deb qaragan va shunga o'zlarini haqiqiy Xudoning angishtirini, Xudoning so'zini qo'lda tutguchi deb turib, boshqalarni shunaqning qilayotgan shu Tavrat ustozlari ular o'zlarini Xudoning so'zini o'rgatguchi deb turib, haqiqiy Xudoning so'zi kalam bo'lgan Hazrat İsa yer yuziga kelganda uning ziyonkashlik qilib, uning hasad qilishida emasmi? Dal shunday kishilar, ya'ni ko'raman deydigan, dal shuningga o'xshash Yahudiy ustozlar, Tavrat ustozlari o'xshash kishilarning bo'lsa, asli Xudoning haqiqatini bilman deydiganlarning Xudoning haqiqatini bilmaydigan ko'r ekanligini ko'rsatish uchun keldim deydi. Shuningdek Hazrat İsa'ni qabul qilish bilan yani bir de 3. babdaydı. Allaburun so'roq tartildi dedi emas. İtqat qilmaganlar Allaburun so'roq tartilgan. Bu deganni biz degan edik. Yani sotning hukmiga o'xshash. Xudoning hukmi, so'roq tartishning o'lchimi dal Hazrat İsa bo'lishga, Hazrat İsa dal shu haqiqatning o'lchimini bizga ulgu qilib, o'rnak qilib ko'rsatdi emasmi? Dal shu ulgu bo'yicha, o'lcham bo'yicha uni itqat qilganlar, qabul qilganlar. Şu haqiqat ve şu haqiqatning o'lchimi Hazrat İsa deb uningga qabul qilib, uningga ishinib, shu va uning ta'limlari bo'yicha yashaganlar bo'lsa, so'roq tortilmaydi. Lekin uni, ya'ni Hazrat İsa'ni haqiqatning o'lchimi, haqiqat, o'zi haqiqat va uning ta'limlari deb turib, uning ta'limlari bo'yicha yashaganlar so'roq tortilmasdan, balki uni haqiqat ve haqiqatning o'lchimi deb e'tirof qilmaganlar bo'lsa, Allaburun o'zining shu so'roqqa, ya'ni o'limga, мәңгүлік o'limga hukm qilindiganligini
Şunu şu o'lchamni haqiqatning o'lchimi bo'lgan, Xudoning o'lchimi bo'lgan shu haqiqatni qabul qilmaganligidan o'zini allabirun shu so'roqqa mahkum qilganligini dal davatgan mazmunda 3-bob 18-oyatdagi allabirun so'roq tortilgan bo'ldi degan shu oyat edi emasmi? Dal shuning o'xshash bu yerda Hazrat Isoning so'roq qilish huquqini berdi deyishki, bundan so'roq qilishmi ham, ya'ni bu huquqmi ham dal shunday huquq ekanligini biz tafsili ko'rib olaymiz. Mush mazmunlar orqali ko'rib olaymiz. Endi yana davom etsak, o'lganlarning hammasi mening ovozimni anglaydigan vaqt keldi. Ular yerliklardan chiqishidi, yaxshilik qilganlar tirilib, mangulik hayotga erishidi, yomonlik qilganlar tirilib, so'roq tortildi degan mazmun dal bayon degan mazmunni asos qildi. Ya'ni o'lganlar, ya'ni odam biz hammamiz o'limiz, o'lgandan keyin tirilgan vaqtimizda dal shu vaqtda bo'lsa haqiqatning o'lchimi bo'lgan, o'zi haqiqat bo'lgan Hazrat Isoni qabul qilib, uningga ishinib, uning ta'lim bo'yicha hayotini haqqoniylaricha yashab o'tkazganlar. Bu yerdagi yaxshilik qilganlar tirilib mangu hayotga erishadi. Bu yerda yaxshilik qilganlar, bu yerda yaxshilik qilishni biz normal islomdagi qarashimiz bo'yicha o'lcham qo'yib olsak bo'lmaydi. Bu yerda yaxshilik deganda biz Xudoning ko'zi, Xudoning o'lchimi ichidagi, ya'ni Xudo yaxshi deb qaragan, Xudoning irodasi ichidagi ishlarni biz yaxshi degan ishlar deb qaraymiz deb olamning yaratilishini o'tganda biz degan edik. Bu hargiz insonlarning qarashidagi yaxshilik qilaylik, yaxshilik qilsak gunohlarimizni bo'lgan islomning shu qarashlarini o'zimizning qalbimizni, o'y fikrlarimizni allabirun singib ketgan shu islomdagi shu yaxshilik degan o'y fikrimizni biz isloh qilishimiz kerak. Bu yerda yaxshilik qilganlar deganimiz dal Xudoning irodasi, Xudoning amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlarini o'lcham qilib yashash dal shu yaxshilik qilish bo'ldi. Ya'ni Xudoning har bir odamning ustidagi irodasi o'xshamaydi. Boshqalar qilganini qilib qarab boqib, u bunday qilsa bo'ldi ekan, men shuni qilay deb agishib qilish emas. U hargiz yaxshilik bo'lmaydi. Xudoning irodasi sizning ustingizda, sizning hayotingiz ustida amalga oshirmoqchi bo'lgan shu irodasini tunib, shu irodasi bo'yicha yashash, haqiqiy Xudoni xursand qilgan, Xudoning o'lchimidagi, Xudo yaxshi deb qaragan shu ishlar dal shu sizning ustingizdagi, sizning kunlik turmushingizdagi Xudoning amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlari dal shu Xudoning o'lchimidagi yaxshi deb qaragan ishlar hisoblandi. Ya'ni bu degan ishlar dal Xudoning Hazrat Iso orqali sizning hayotingizda, kunlik turmushingizda sizga anqaratqizgan, bildirgan Xudoning so'zi orqali sizga sizni yetakligandagi shu Hazrat Isoning haqiqiy ta'limlari. Ya'ni kunda muqaddas kitob orqali Xudoning so'zi orqali sizga anqaratqizgan Xudoning irodasi, Xudoning so'zi shu bo'yicha itoat qilib yashash dal shu Hazrat Isoning ta'limi bo'yicha yashab ish ko'rganlik bo'ldi. Dal shunda qilganlar, dal shunda Xudoning irodasiga ergishib, irodasi bo'yicha yashaganlar bo'lsa, tirilib mangulik hayotga erishadi deydi. Yomonlik qilganlar, biz yomonlik qilganlarni bayon degan o'xshash dal birinchidan haqiqatning o'lchimi, Xudoning shu haqiqati bo'lgan Hazrat Isoni rad qilganlar. Allburun ular so'roqning nimasini o'zini so'roqqa mahkum qilgan emasmi? Dal shunday Hazrat Isoni birinchidan qabul qilganlar. Ikkinchidan, garchi ishondim deb og'zida e'tirof qilgan bo'lsa-mu, garchi Xudoning ishini qilyapman, Xudo uchun xizmat qilyapman degan bilan Xudoning irodasi nima? Mening ustimda amalga oshirmoqchi bo'lgan irodasi nima? Men orqali kunlik turmushimda amalga oshirmoqchi bo'lgan ish nima deb Xudodan so'ramasdan, balki o'zi xohlagancha, o'zining o'y fikri bo'yicha Xudoning ishi shu deb turib, shu o'zining xiyoli bo'yicha Xudoning ishi deb turib, o'zining xiyoli bo'yicha qilganlar, shunday qilganlarmi ham so'roq tortilgan deydi. Demisam bu matn bayon qilingan xo'sh xabar bor emasmi? Oxirgi zamonga endi Hazrat Iso deymizmi? Shu vaqtda ba'zilar kelib Rabbim biz sizning nomingiz bilan mundamda ishlarni qildik degan vaqtida Rabb nima deydi? Yo'q qilinglar, ayyamonlik qiluvchilar, men sizlarni tunimayman deyman degan mazmun bor emasmi? Dal shunga o'xshash biz farqlantirishimiz kerak. Bu yerda yaxshi ish nima, yomon ish nima, buning o'lchimi, haqiqiy birligi nima? Yani o'lcham birligi nima ekanligini, buning haqiqiy o'lcham birligining dal Xudoning ishi, Xudoning irodasi,
Xudoning amalga oshirmoqchi bo'lgan shu ishining dal mushundaq yaxshi bilan yomonni bizga belgilab bergan o'lchamning dal Xudoning irodasi ekanligini bugungi mazmun orqali va oldingi soatdagi Hazrat Ayson degan o'xshash Xudo otam hozirgacha to'xtamas ish qilib kelmoqda, men shunday qilishim kerak degan o'xshash. Ya'ni nima desa, Hazrat Ayson deydi, atam nima qilayotgan bo'lsa, men shuni ko'rib shunday qilyapman. Atam menga ko'rsatdi degan mazmunlarni dedi emasmi? Bayam 20-21 oyatlarda. Shunga o'xshash biz afasliklarni biz yaxshi o'qisak, bizga boshqa bergan bayam o'qib chiqdik. Afasliklarning 2-chi bobda yana Hazrat Aysonning barliq mavjudotning 5 jamoatning 5 qilib berdi. Biz Hazrat Aysonning tinini tashkil qiluvchilar deb. Shunga o'xshash Xudo qilayotgan ishni Hazrat Ayso orqali bizga namoyon qildi va ko'rsatdi va uning irodasini Hazrat Ayso orqali bizga bildirdi. Va biz jamoat bo'lgan Xudoning farzandlari bo'lgan biz e'tiqodchilar Hazrat Aysoning tinini shakllantirgan, ya'ni Hazrat Ayso bizning beshimiz, jamoat butkul jamoatning beshi bo'ldi emasmi? Hazrat Aysoning tini bo'lgan biz e'tiqodchilar jamoatligi ham, ya'ni Xudo o'g'li bo'lgan Hazrat Aysoga qilayotgan ishlarni ko'rsatgandek, o'g'li orqali bizga ham o'zining qilayotgan ishlarini anqiratkizib, o'zining qilmoqchi bo'lgan amalga oshirmoqchi bo'lgan irodasini bizga ko'rsatganga o'xshash. Dal shu Xudoning Hazrat Ayso orqali bizga anqiratkizgan, ko'rsatgan, bizning ustimizga amalga oshirmoqchi bo'lgan shu ishlarini, ya'ni biz Xudo bilan Hazrat Ayso, ya'ni Xudo va o'g'li va shunday bizning oramizdagi shunday bir birlik, ya'ni Xudoning irodasi ishida shunday bir birlik, bir gavda, shunday bir gavdani aks ettirib beradigan bir munosabatimizni, Xudo va Xudoning o'g'li va bizning oramizga shunday bir munosabatni aks ettirib bergan mazmunni ham bugungi mushu mazmunlar hisoblanadi. Xo'sh, 30-oyat, oxirgi oyatni ko'rsak, men o'zligimdan hech nima qila olmayman. Faqat otamning aytgani bo'yicha so'roq qilaman, mening hukmim adildir. Chunki mening niyatim mening irodamda emas, balki meni avatguchining irodasini ishga oshirishdir. Shunga o'xshash, men o'zligimdan hech nima qila olmayman deb endi xulos qilyapti. 19-oyat degan emas, o'g'il o'zligidan hech nima qila olmaydi, hech ish qila olmaydi deb. Shunga Hazrat Ayso o'zligidan, ya'ni Hazrat Aysoning qilgan barliq ishlari o'zigidan qilgan ishlar emas, balki Xudoning aytgani degani Xudoning irodasi. Atamning aytgani bo'yicha so'roq qilman degani Xudoning irodasi bo'yicha so'roq qilman. Va mening hukmim adildir. Chunki mening niyatim, ya'ni Hazrat Aysoning qilayotgan ishlari, barcha qilganlari bo'lsa, hammasi Xudoning irodasini, ya'ni o'zining avatguchi bo'lgan Xudoning irodasini ishga oshirish, amalga oshirish ekanligini deb turib, Hazrat Aysoning barliq qilgan ishlarining, ya'ni Yahudiy oqsoqollari shikoyat qildi emasmi? Dam olish kunining qoidalarini buzdi deb turib, dam olish kunining qoidasini buzdi deganlik Tavrat qonuni va Xudoning belgilamalarini buzdi deganlik emasmi? Bu Yahudiy oqsoqollari Hazrat Aysoni shuni shikoyat qilgan. Endi Hazrat Ayso bu shikoyatga javoban dal shunday deydi: "Mening qilganlarim hargiz bu Tavrat qonuniga, Xudo otamning haqiqatlariga xilof bo'lgan, buzadigan ishlar emasdan, balki shuni Xudoning irodasini, Xudoning haqiqatlarini, Tavratda deyilgan shu haqiqatlarni, belgilamlarni ishga oshirish, mening qilayotgan ishlarim dal shularni ishga oshirish deb bu yerda deydi. Shunga o'xshash bu ishga oshirish degan mazmun, ya'ni Xudoning ishini ishga oshirish degan mazmunni biz jiq ko'rdik. Biz 4-bobda degan edik. Ya'ni Samarilik ayol vaqasida biz deb o'tgan edik. Mening yemaklikim, meni avatgan Xudoning irodasini amalga oshirish va uning menga topshirgan ishini tamomlash deb turib, bu yerda bir qatim deb o'tgan edik. Ham shunday 5-bob 17-oyatda Xudo otam ta hozirgacha to'xtamas ish qilmoqda, men shunday qilishim kerak deb turib, Hazrat Aysoning qilgan ishlari Xudoning qilgan ishlari ekanligini deb o'tgan. Shunga bu yerda ish degan masala, ya'ni Xudoning qilayotgan ishi, Xudoning amalga oshirayotgan ishlari, Xudoning irodasi, Xudoning shu haqiqiy amalga oshirmoqchigan irodasiga markazlashtirib, barcha ishlarni, barcha mazmunlarni qilgan o'zining qilgan barcha ishlarini dal shu Xudoning irodasini markazlashtirib, tushuntirib, izohlab yaratganligini biz ko'ra olamiz. Shundaqla biz ham bizning hayotimizda ham Xudoning shu irodasi, ya'ni Hazrat Ayso orqali bizga oshkorlagan Xudoning irodasi, hayotimizda amalga oshirmoqchigan shu Xudoning irodasi, Xudoning ishlari, shu ishlariga itoat qilib, Xudoning Hazrat Ayso orqali bizga ko'rsatgan shu yo'llarini tutib, Hazrat Aysoni ulgu qilib yashash orqali, ya'ni shu qoida to'ralgandiki, Xudoning
ruhi bilan qaytarılgandagi shu yangi bir hayotimiz bo'yicha yashash orqali, Xudoning irodasini qo'g'lashib yashash orqali biz o'zimizning mangulik hayotga erishguchiligimizni ham hayotimizda Xudoning shunday bir o'zimizning hayotimizni ifodalagan ulug' ishlari, namoyon qilgan shu ishlarini biz e'tirof qilib boshqalarga guvohlik bera oladigan Xudoning farzandlari, guvohchilari bo'lganligimizni ham biz yakunlay olamiz. Ma'qul qarindoshlar, bugungi mazmun bir qarasak oddiy, bir qarasak ushaq mazmunga qaraq. Ammo bugun bizning bu tadqiqotlarni faoliyat to'g'risida tadqiq nimalar odamchilik kelib ketib qolib chechilan bo'lib qoldi. Lekin demakchi o'g'lim bugungi mazmun muhim mazmun. Deganga o'xshash bu mazmunni tutib turib, Yuhannadagi atam, men o'zimdan hech qilolmayman degan o'xshash Hazrat Ayson bu so'zlarning bosh oxiridagi tumurini, bağlanışını, aldığın məzmunlar bilan keyingi məzmunlar bağlanışını, baş oxiridagi məzmunlarni məqsədlərini düşənməzdin. Biz məşəl oxuyan vaxtda İslamdagi şu ölümalarning Hazrat Aysoni faqat inson deydigan şu so'zining dal mushundaq bash oxiridagi tumur bilan bağlanishlarga sal qarab turib yoki mundaqlam so'z bo'lgan jumlalarni tutib turib yashgandagi shu nimalar orqali kelib chiqadigan shunday bir qism masalalar paydo bo'lgan mazmunlar dal bugungi bo'lsin, bugundan keyingi mazmunlar. Shunga buni to'g'ri tushunib, mengishing, ya'ni qisqasi ta'kidlamoqchi o'g'lim, to'g'ri tushunib mengishinglarni umid qilman demoqchi. Va bularni to'g'ri tushunib olsanglar, Yuhanna bayon qilgan xo'sh xabarni to'g'ri tushungan vaqtinglarda eng asosiy bo'lgan, ya'ni birinchi qatlamdagi eng asosiy mazmunlar, eng yildiz bo'lgan, eng urug' bo'lgan shu mazmunlar. Buni mushunaq mazmunlarni tushensanglar, e'tiqodinglarda texim o'sib yetilish, texim cho'nqurlash bo'ladi. Xudoning so'ziga bo'lgan texim to'g'ri cho'nqur tushunchalar hosil bo'ldi demoqchi. Ma'qul qarindoshlar, bugungi mazmun ushaq so'zlarim jiqlab ketdi, kechirsalar. Men amal bor vaqt ichidan vaqt chiqarib pat dars yo'llashga tirishaman. Sizlarmi amal bor, vaqt-vaqtida anglab, agar savolinglar, tushunishsiz mazmunlaringlar bo'lsa, menga el-xat orqali bo'lsin va yoki Instagram bo'lsin, yo Telegram bo'lsin, aloqalash nimalar bor. Shu orqali savolinglarni yozmacha, amal va yozmacha qoldirsanglar, sizlarga javob qaytarishga tirishman. Ma'qulamiz qarindoshlar, bugungi mazmun mushayich bo'lsin. Biz keyingi sonda ko'rishaylik. Aminglar Xudodan keyin aql farosat, cho'nqur tushuncha, haqiqatga bo'lgan cho'nqur tunush, ro'shan qalb ato qilishini tilayman. Biz ham keyingi sonda ko'rishaylik. Aminglar amon bo'linglar.